Assalomu alaykum aziz kitobxon. Har bir xalqning ma'naviy boyligi, uning adabiy merosi va uni ilmiy asosda o'rganuvchi olimlari bilan belgilanadi. O'zbekiston adabiyotshunosligi rivojiga ulkan xizmat qilayotgan olimlardan biri professor Nurboy Jabborovdir. U mumtoz o'zbek adabiyoti, matnshunoslik, manbashunoslik, jadid adabiyoti va zamonaviy adabiy jarayonlarni tadqiq etish borasida samarali ilmiy faoliyat olib borgan. Olimning ilmiy izlanishlari nafaqat O'zbekistonda, balki Amerika Qo'shma Shtatlari, Turkiya, Xitoy, Janubiy Koreya, Hindiston, Ozarbayjon va boshqa mamlakatlarda ham e'tirof etilgan. Nurboy Jabborov 1966-yil 1-yanvarda Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod tumanida tug'ilgan. Bolalik yillaridanoq kitob mutolaasiga, she'riyat va tarixga qiziqib ulg'aygan. O'rta maktabni tamomlagach, Toshkent davlat universitetining o'zbek filologiyasi fakultetiga o'qishga kiradi va 1990-yilda muvaffaqiyatli tamomlaydi. Universitetni bitirgach, O'zbekiston Fanlar akademiyasi Hamid Sulaymonov nomidagi qo'lyozmalar institutida ilmiy faoliyat boshlaydi. Bu yerda qadimiy qo'lyozmalarni o'rganish, ilmiy tanqidiy matnlarni tayyorlash va tarixiy manbalarni tadqiq etish bilan shug'ullanadi. Keyinchalik Alisher Navoiy nomidagi Til va adabiyot institutida doktoranturada tahsil olib, ilmiy faoliyatini yanada rivojlantiradi. 2004-yilda filologiya fanlari doktori ilmiy darajasini, 2011-yilda professor ilmiy unvonini oladi. Nurboy Jabborovning ilmiy faoliyati juda serqirra bo'lib, u quyidagi yo'nalishlarda samarali izlanishlar olib borgan. Alisher Navoiy ijodi, bobirshunoslik, ogahiy, furqat, muqimiy va amiriy merosi, matnshunoslik va adabiy manbashunoslik, jadid adabiyoti, zamonaviy o'zbek she'riyati va nasri, adabiy tanqid va poetika. Olim ayniqsa mumtoz asarlarning qo'lyozma nusxalarini qiyosiy o'rganish, ishonchli ilmiy matnlarni yaratish hamda ularni keng kitobxonlar ommasiga yetkazishda katta xizmat qilgan. Uning ilmiy ishlarida tarixiy haqiqat, badiiy tafakkur va ilmiy xolislik ustuvor o'rin egallaydi. Professor Nurboy Jabborov uzoq yillar davomida oliy ta'lim tizimida faoliyat yuritib, Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universitetining o'zbek adabiyoti tarixi va folklor kafedrasiga rahbarlik qilgan. U minglab talabalarga mumtoz adabiyot, matnshunoslik va adabiy nazariyasidan saboq bergan. Olim nafaqat tadqiqotchi, balki kuchli ilmiy rahbar sifatida ham tan olingan. Uning rahbarligida ko'plab doktorlik va falsafa doktori dissertatsiyalari himoya qilingan. Bugungi kunda uning shogirdlari O'zbekiston va xorijdagi oliy ta'lim muassasalarida ilmiy faoliyat olib bormoqda. Professor Nurboy Jabborovning ilmiy merosi juda boy. U 14 dan ortiq kitob, darslik va o'quv qo'llanmalar hamda 700 dan ortiq ilmiy va ilmiy ommabop maqolalar muallifidir. Mashhur asarlari: Zamon mezon she'riyat, Ma'rifat nadir, Adabiyot va milliy ma'naviyat, Maoni ahlining sohibqironi, Ogahiy, Furqat, Istiqlol davri Navoiyshunosligi, Zamonamiz hotamtoyi. Bundan tashqari u tarixiy manbalarni ilmiy nashrga tayyorlashda ham katta xizmat qilgan. Jumladan, Nurboy Jabborov tadqiqotlarining muhim jihati shundaki, u mumtoz adabiyotni faqat tarixiy hodisa sifatida emas, balki bugungi ma'naviy hayot bilan uzviy bog'liq hodisa sifatida talqin qiladi. Uning ilmiy ishlarida matnlarning asl nusxalarini tiklash, qo'lyozmalarni qiyosiy o'rganish, badiiy obrazlar tahlili, tasavvufiy g'oyalarni sharhlash, adabiy estetik mezonlarni aniqlash, Navoiy ijodining zamonaviy talqini kabi masalalar chuqur yoritilgan. Professor Nurboy Jabborov xalqaro ilmiy hamkorlikda ham faol ishtirok etadi. Uning maqolalari Amerika Qo'shma Shtatlari, Rossiya, Turkiya, Xitoy, Hindiston, Ozarbayjon, Janubiy Koreya, Malayziya va Qozog'istonning nufuzli ilmiy jurnallarida chop etilgan. Nurboy Jabborovning Maoni ahlining sohibqironi monografiyasi O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasining Abdurrahim Fitrat nomidagi eng yaxshi adabiy tanqidiy va publitsistik asar mukofotiga sazovor bo'lgan. Uning ilmiy faoliyati munosabati bilan xalqaro konferensiyalar tashkil etilgan va ilmiy maktabi alohida e'tirof etilgan. Nurboy Jabborov o'zbek adabiyotshunosligida matnshunoslik maktabini rivojlantirgan yetakchi olimlardan biridir.
U mumtoz adabiy merosni ilmiy asosda o'rganish, yangi avlod tadqiqotchilarini tayyorlash va milliy ma'naviy merosni targ'ib qilish orqali o'zbek ilm-fani taraqqiyotiga katta hissa qo'shdi. Ayniqsa, Alisher Navoiy, Furqat va Ogahiy ijodiga oid tadqiqotlari ushbu sohalarda yangi ilmiy qarashlarning shakllanishiga xizmat qilmoqda. Nurboy Jabborov bugungi o'zbek adabiyotshunosligining yirik namoyandalaridan biridir. Uning ilmiy faoliyati mumtoz adabiyot, matnshunoslik, manbashunoslik va adabiy tanqid sohalarini yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qilmoqda. Olimning ko'p yillik izlanishlari, boy ilmiy merosi va pedagogik faoliyati kelajak avlod uchun muhim ilmiy maktab vazifasini o'tamoqda. Shu sababli Nurboy Jabborovning hayoti va ijodi o'zbek filologiyasi tarixida alohida o'rin egallaydi.